Faqat ahmoqlar 8 soat uxlaydi degan gap eshitganmisiz? Shunday gap bor va bunga asoslangan alohida bir kitob bor. Bundan 3 yoki 4 yil avval bu kitob qo'limga tushib qoldi. Meni qiziqtirgan narsa kitobning muqovasidagi faqat ahmoqlar 8 soat uxlaydi degan nom va eng pastida milliondan ortiq sotilgan kitoblardan biri deb yozilgan yozuv edi. Birinchidan milliondan ortiq sotilganligi, ikkinchisi esa kitobning nomi juda ham ajabtovur tuyuldi va o'qishni boshladim. O'qirkanman hayotimda juda ham ajoyib, qiziqarli ma'lumotlar ega bo'lganligimni his qilib, o'zimdan o'zim baxtli bo'lib ketdim. Chunki muvaffaqiyatning sirrini topgan kabi o'zimdan o'zim juda xursand edim. U yerda Leonardo da Vinchini 4 soat uxlaganligi, misol uchun Picassoni 6 soatdan juda ham kam uxlaganligi va shunga o'xshagan ma'lumotlar bor edi. Ma'lumotlar juda ham zo'r, hayotimni yaxshi tomonga o'zgartirishim uchun juda yaxshi tavsiyalar dedim. Ammo bitta narsani hisobga olmagan ekanman, hayotimda bu narsani amalga oshirishlikni reja qilishim, meni hayotimni yaxshi emas, yomon tomonga o'zgartirishini. Juda ko'p insonlar erta uyg'onishlikni yaxshi deb bilishadi. Bu albatta yaxshi odat, chunki ertalab baraka bor. Ammo ertalab uyg'ongandan keyin qo'lingizga telefon oladigan bo'lsangiz yoki vaqtingizni behuda sarflaydigan bo'lsangiz, undan ko'ra uxlaganingiz yaxshiroq. Shuning uchun erta turishlikni faqatgina o'z ustida jiddiy ma'noda shug'ullanayotgan insonlarga tavsiya qilaman. Kitobni o'qib bo'ldim va kitobni o'qib bo'lganimdan keyin hayotimda eng katta maqsadlarimdan biri hayotimda 4 yoki 6 soat uxlashni reja qilishni boshladim. Va o'zidan o'zi ertalablari juda ham vaqtli turishlikni va juda ham erta hayotimni boshlashni reja qildim. Lekin bu meni hayotimda gormonal buzilishlar, vitamin yetishmovchiligi va sog'lig'imdagi jiddiy muammolarga yo'l ochdi. Bu muammolarga yechim topilsa bo'larmidi? Albatta bo'lardi. Lekin bitta narsani hisobga olmaganligimni tushunib yetdim. Hayotda birdaniga katta o'zgarishlar bizni yo yiqitadi yoki bo'lmasa bizga salbiy ta'sir qiladi. O'zgarishni sekin-astalik bilan boshlashlik kerak. Xuddi bu hayotimizda sportni olib kirishlik kabi. Siz bir paytni o'zida sportni boshlamoqchi bo'lar ekansiz, bir vaqtning o'zida 5 yoki 10 kilometrga yugurishni xohlab qolasiz. Va ko'p harakat qilishni boshlaysiz. Organizmingiz ertalabgacha juda ham qattiq og'rib chiqadi va siz ertasi kundan sportga chiqishni to'xtatasiz. Mana shuning uchun ham siz sportni doimiy davom ettira olmayapsiz. Birinchi kuni 100 metr, ikkinchi kuni 200 metr, uchinchi kuni 300 metr, to'rtinchi va beshinchilari esa yana 100 metrdan ko'proq qilib sekin-astalik bilan rivojlanishlik sizni hayotingizni yaxshi tomonga o'zgartiradi. Meni ham hayotimda aynan mana shu narsani o'zim tasdig'ini topdi. Undan keyin tushunib yetgan narsalarimdan biri shu bo'ldiki, hayotimda erta uyg'onmoqchi bo'lsam ham, sport bilan shug'ullanmoqchi bo'lsam ham, hattoki kitob o'qish odatini shakllantirmoqchi bo'lsam ham, birdaniga katta qadamlar tashlamaslik, kichik qadamlar bilan sekin-astalik bilan buni odat shakliga kiritishlik. Bundan avvalgi videoyimizda agarki bir narsani odat shakliga kiritmoqchi bo'lar ekansiz, 21 kunlik har kuni o'zingizga majburlab qilishingiz kerakligi va 22 va 23 kundan boshlab hayotingizda bu narsa odat tarziga kirib borishini tushuntirib o'tgan edik. Xuddi shunga o'xshab agarki sport bilan, kitob o'qishlik bilan, til o'rganishlik bilan, shaxsiy rivojlanishlik bilan va ayniqsa uxlashlik bilan va erta turishlik bilan o'zingizni rivojlantirmoqchi bo'lar ekansiz va kuningizni tartibli qilmoqchi bo'lar ekansiz, bu narsaga eng katta yordam beradigan narsa avvalambor oz-ozdan qilishlik, ikkinchisi esa buni hayotingizga tatbiq qilishlik uchun 21 kun davomiy takror qilishlikdan iboratdir. Hayotingizni yaxshi tomonga o'zgartiradigan, yana ham qiziqarli mavzular bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiring va bu kommentariyalardan kelib chiqqan holatda biz keyingi va yangi mavzularimizni sizlarning fikringizdan kelib chiqqan holatda davom ettiramiz. Biz sizni shaxsiy rivojlantirish uchun qo'limizdan kelgan barchasini qilishga tayyormiz. Amal qilishga siz tayyor bo'lsangiz bas. Salomat bo'ling.